Ayni kunlarda mamlakatimizda Adolat sotsial-demokratik partiyasi tashabbusi bilan tashkil etilgan korrupsiyaga qarshi kurashish oyligi doirasidagi tadbirlar qizg'in ruhda o'tmoqda. Ushbu oylik doirasida Shovot tumanining ixtisoslashtirilgan maktab-internatida biz halollik tarafdorimiz mavzusida ma'naviy, ma'rifiy va siyosiy tadbir tashkil etildi. Tadbirda partiya faollari, mahalliy kengash deputatlari, ma'naviyat va ma'rifat markazi tuman bo'limi vakillari, shuningdek, ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirok etdi. Davra suhbati tarzida tashkil etilgan mazkur tadbirning asosiy maqsadi korrupsiyaning jamiyat taraqqiyotiga ta'siri, yoshlarning ushbu illatga nisbatan murosasiz munosabatini shakllantirish, uning oldini olish yo'llarini muhokama qilish hamda yoshlarning faolligini yanada oshirishdan iborat bo'ldi. Tadbirni Adolat sotsial-demokratik partiyasi Shovot tuman kengashi raisi Mehrinoz Abdiyazova ochib berdi. U o'z so'zida partiya tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan korrupsiyaga qarshi kurashish oyligi doirasida olib borilayotgan ishlar, ularning natijalari hamda mamlakatimizda yoshlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar haqida atroflicha ma'lumot berdi. Shundan so'ng tuman kengashi deputatlari Gulxumor Do'sova, Firuza Yusupova, Azamat Qalandarov hamda tuman ma'naviyat bo'limi bosh mutaxassisi Dilfuza Taganova korrupsiya nima va u nega xavfli, korrupsiyaning salbiy oqibatlari, korrupsiyaga qarshi qanday kurashish mumkin kabi mavzularda ma'ruzalar bilan ishtirok etdi. Jamiyatning rivojlanishi va istiqbolli yo'lidagi eng katta g'ol bu korrupsiya hisoblanadi. Insoniyat yaratdiki, azaldan korrupsiyaga qarshi kurashib keladi. Bizning mamlakatimizda ham bu masalaga jiddiy e'tibor berilib, yangidan qonunlar qabul qilinib, alohida tizim ishlab chiqildi. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev o'z nutqlarida islohotlar yo'lidagi eng katta to'siq bu korrupsiyalar degan edilar. Biz Adolat partiyasi yoshlari ham korrupsiyaga qarshi targ'ibot tashviqot tadbirlarida faol qatnashib, o'z tengdoshlarimizda korrupsiyaga qarshi immunitet shakllantirishda o'z hissamizni qo'shib kelmoqdamiz. Tadbir yakunida qatnashchilar soha mutaxassislariga o'zlarini qiziqtirgan savollarini berib, atroflicha javoblar oldilar. Adolat partiyasi tashabbusi bilan o'tkazilayotgan bunday tadbirlar yosh avlodda vatanga sadoqat, halollik va mas'uliyat tuyg'ularini shakllantirish, shu orqali korrupsiyadan xoli yangi O'zbekistonni barpo etishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.